qabr qazishga qancha vaqt ketadi taxminan? Endi qabr qazish, buni etish siri ko'proq odamlarga ham bog'liq. Hali 40 yillik amaliyotda ko'rdim-da, tili shirin odam bilan saxiy odamning yo'li ochiq. Qabrini ham bir pasda bitkazib qo'yamiz. Bir xil qattiq odamlar bor. Ovqatiga ham qizg'anadiganlar bo'ladi. Bola chaqasiga ham narsa qilib bergani qizg'anadiganlar bo'ladi. O'shalarning qabri qattiq chiqadi lekin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 6-mart. Bugun biz Ehson joyimizga keldik. Ehson joyimizning 4-videosi. Xudo xolasa Ehson joyimizning shifr materiallarini olib keldik. Shifrli qangaltirlarni hammalarini olib keldik. Pasta strafelerleri dünkü yetmeni kaldı. Qo'shimcha adra kemrak bo'ldi. Ularni ham olib keldik. Xudo xolasa bugun reykelerini yazib ertir. Listani, karnizlarni qaqib başlaylar. Hurmatli obunachilar, Ehson etishdan to'xtamagina biyani adg'adi Xudo xolasa. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin, Ehson etib turing ag'aylar. Kemiz strafelerlerini ham aldık, hemmizin şoňa qo'shib. Azajyk işimiz qaldy. Adra-adra yardım etip turing. Ehson etken diyen tanışmışlarınız bolsa dargat turing videolar, gruppaları dağıdın. Like basın. Adırını bir atar bolup öten işler bilen bir atar tanıştırıp ötüyor. Karta nomerleri ekranda yine koyuyor ağaylar. Hurmatly obunachilar, Ehson etishdan to'xtamaly. Yine oğunçlarımızdan gelip yardım edip durdu. Oğunçlar sağ olsun aytıyor. Oğunçlar gelip Ehson edip öyüne de getirip berip dururlar. Ağaylarımız var, oğulları var, oğunçları var, uzak yerlerden hem gelip öyüne getirip berip dururlar mareken. Onlar da lokan sağ olsun aytıyor. Rahmet, sağ olun edip durun Ehsonlarınız. Allah'tan aysın Xuday canım. Birinize mini verdin, sağ olun adil. Çıkartın yine bir gerek. Kim boylik jamg'arib uning zakotini ado etmasa, qiyomat kuni o'tdan tamg'a qilinadi va yonboshiga, peshonasiga hamda orqasiga bosiladi. Bu bir kuni 50 ming yillik kunga teng bo'lgan kunda Alloh bandalar o'rtasida hukm qilib bo'lguniga qadar davom etadi. So'ngra unga yo jannatga bo'lgan yoki do'zaxga bo'lgan yo'l ko'rsatiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: qachon molingizning zakotini ado qilsangiz, albatta zimmangizdagi burchni bajaribsiz. Bir insonni qalbiy xursandchilik olib kirish Allohning nazdida eng buyuk solih amal. Eng buyuk solih amal. Ko'p bora aytadiganimiz, muammolarning yechimi atrofingizdagi insonlarning muammosi. Siz ularning muammosini hal qilib o'zingiz qalbingizda taskin topasiz. O'zingiz muammolaringiz oson yechilib ketadi. Hozir bular borligi biz uchun imkoniyat. Juda katta imkoniyat, bu katta ne'mat, bularning borligi. Shu xayriyangizni, sadoqatingizni, zakotlaringizni, ihsonlaringizni oladigan insonlar borligi hozir juda katta imkoniyat. Chunki shu orqali sizning gunohlaringiz yuviladi, molingizga barokat kiradi, kasallaringiz tuzaladi, gunohlaringiz kechiriladi, Allohning roziligini topasiz. Qarang, bitta ihson bilan qancha mukofotga, qancha yaxshilikka yetyapsiz. Alloh sizga shunga imkoniyat berdi, bu katta ne'mat azizlar.